raqamda, Aleksandrov esa 4-raqamda qayd etilgan. Jang boshlandi. Satxo'janing jang uslubi bugun qanday ko'rinish oladi? Bu qiziq. Knockdown. Rostdan zarba o'tkazib yubordi Satxo'ja. Bu yomon. Aleksandrovning yo'llagan zarbasi knockdownga sabab bo'lyapti. Javob qaytarish kerak. Satxo'ja To'lqin Qilichev tinmasdan ko'rsatma beryapti. Chap qo'lini ishlatishga qachon o'rin berar ekan? Shuni kutayotgandim. Yo'q. Chap qo'l zarbasini yo'llamayapti. Qochadi. Asosan o'ng qo'lda ochko yig'ishga muvaffaq bo'lyapti. Har bitta harakatida aniq hisob bor. Yon tomondan tashlaydi edi, haqiqatan ham moldovalik bokschi aylanma yon zarbasiga o'rin berdi. Har qalay chap berishga ulgurdi engashgan holda. O'zi esa mana bu kabi zarbalar bilan raqibni ushlab turibdi. Ehtiyot bo'laverish kerak, yaxshi. Yaxshi. Bitta shu knockdown birinchi zarba biroz xiralik qilyapti. Qolganda esa ham tartibli, ko'p kuch sarflamasdan ochko yig'ishda davom etmoqda. So'nggi 10 soniya bo'ldi. Yevropa chempionatida 2002-yili bronza medalni qo'lga kiritgan ekan, boshqa sovrini yo'q va birinchi marta jahon chempionati yarim finalda ishtirok etmoqda. Tezlashish kerak. Raund orqali barcha masalani hal qilib tashlash zarur. Boshladi Asadxo'ja. Bu tezlikdan keyin Aleksandrov menimcha ko'proq klinchga moyilligini ko'rsatsa kerak. Chunki boshqa osonroq yo'l yo'qda. Zo'r. Faqat chap qo'l nima uchundir kam ishlayapti. Chap qo'l zarbasi kerak bizga. Asadxo'ja. O'sha o'ng qo'l chalg'ituvchi zarbalarning hammasi aniq zarbalar bo'lib chiqyapti. Qorin qismiga yaxshi zarba. Endi boshiga zarbani his qilib boshladi Aleksandrov. Zo'r. Yaqqol ustunligi namoyon bo'lib boshladi.
zo'r, ajoyib. Ikkita zarba va hozir Aleksandru nima qilishni bilmayotgandek tuyulyapti. Tindirmadi ikkinchi raundda. Zo'r, yana bitta Asadxo'ja. Pastdan boyagi qorin qismiga yana bitta. Ana shu qoringa yo'llangan zarbadan so'ng Aleksandru tegdi. Yana tezlash kerak. 20 hali vaqt bor. Soniyalar bo'lsa-da, nokaut uchun vaqt yetarli. Birinchi raunddagi nokdaunni javobini berish kerak. 18 soniya. Asadxo'ja. Zo'r ishladi lekin. Vaqt tugayapti-yu. Zo'r. Your third and final round. Moldovalik bokschi. Kutib olishga harakat qilyapti. Endi oldinga tashlamayapti boyagidek. Asadxo'ja juda ham saralangan kuchli zarbalar yana qorin qismiga. Bu juda ham og'riqli bo'ladi. To'g'ri, aksar bokschilar chidashadi-yu, lekin boshlandi. Ikkita juda ham kuchli va tovushi bor bo'lgan zarba ijro etildi. Zo'r chap qo'l zarbasi ancha kuchli. Aleksandr Paraskiv. Chap qo'ldan juda ham xavotirda. Hozir o'zi hujumga o'tib ko'rdi, tegmadi. Asadxo'ja bu hujumda ham ochko bilan chiqa oldi. Mana shu yerda to'g'ri tegmadi, o'tib ketdi, lekin ehtiyot bo'laverish kerak. Aleksandru ham bokschida, endi u ham nimadir qilish kerak-ku. Qila olishiga yo'l bermaslik kerak. Majbur oldinga tashlandi va klinch. Oxirgi daqiqa boshlangan. Tezlash kerak. Qanday qilib bo'lsa ham raundni juda ham yuqori darajada yakunlash kerak. Muhidinxo'jayev, Asadxo'ja Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards. For your winner by unanimous decision and advancing to the final. In the red corner from Uzbekistan. Asadxo'ja, Muhidinxo'jayev. 3-marotaba jahon chempionati oltin medal